Qon bosimini pasayib ketishiga sabab bo'ladigan holatlarni tezlikda sanab o'tamiz. Demak, birinchisi kuchli og'riq, ikkinchisi qo'rquv, uchinchisi uzoq vaqt tik oyoqda turishlik, to'rtinchisi ich ketish, beshinchisi peshob ko'p ajralishi yoki terlash, oltinchisi qon ketish yoki kamqonlik, yettinchisi qon bosimini pasaytiruvchi dorilarni ortiqcha dozada iste'mol qilishlik, sakkizinchisi simpatik nerv sistemasi kasalliklari, to'qqizinchisi yurakka bog'liq holatdagi taxikardiyalar, qorincha taxikardiyasi, qorincha fibrillatsiyasi, bo'lmacha fibrillatsiyasi va paroksizmal supraventrikulyar taxikardiyalar. 10-si blokadalar, ayniqsa 2-3 daraja yurak blokadalari ham shunga sabab bo'ladi. 11-si miokard infarkti, 12-si yurak yetishmovchiligi pasaygan otish fraksiyasi bilan, 13-si pnevmotorakslar, 14-si tamponada, 15-si gipertrofik kardiomiyopatiya, 16-si aortal stenoz, 17-si o'pka arteriyalar tromboembolizmi ham qon bosimining tushib ketishiga va sinkopal holatlarga ham sabab bo'lishligi mumkin, ya'ni hushdan ketish holatlariga.